Safar uchun Jabroil Buroq nomli ulov olib kelgan edi. So'ng payg'ambarni mindirdilar. Manzil esa yuzlab payg'ambarlar yashagan Masjidul Aqso edi. Shunday qilib betakror safar boshlandi. Masjidul Harom bilan Masjidul Aqso o'rtasidagi masofa taxminan 1,5 kilometr edi. O'sha davrda bunday yo'lga deyarli 30 kun ketardi. Ammo bu oddiy safar emasdi. Allohning izni bilan payg'ambar alayhisolatu vassalom bir necha soniyada yetib bordilar. Vaqt va makonning egasi Alloh bo'lgani uchun o'zi xohlaganidek o'zgartira oladi. Tabiat qonunlari biz uchun amal qiladi. Ularni yaratgan va boshqarib turgan zot uchun emas. Rasululloh alayhisalom Masjidul Aqsoga yetib kelganlarida ajoyib bir manzarani ko'rdilar. Tarix davomida yashab o'tgan barcha payg'ambarlar u zotning qarshilarida turar edi. Rasululloh alayhisolatu vassalom oldinga chiqib barcha payg'ambarlarga imomlik qildilar. Tasavvur qilinga, yashab o'tgan har bir payg'ambar va oldinda Allohning rasuli sollallohu alayhi vasallam 2 rakat jamoat namozini o'qidilar. Shu tariqa u zot barcha ummatlar mas'uliyatini olib, qiyomatgacha butun insoniyatning hidoyat yo'lboshchisiga aylandilar.